o'g'lim shu 7-sinfda shu qanday depressiyaga tushib o'zini osib o'tib qoldi dedi. Keyin haligi joyda ayolni boshladik. Ular ancha kuch-quvvat berdim, energiyamni sarfladim, depressiyadan ancha olib chiqdim. Psixologiyaning ishini ham qildim. Ancha ayolimiz yaxshi bo'ldi. Follik stimulyatsiya boshladik, follikullar yaxshi yetildi, o'zida zo'r ketyapti. Endi o'sha mahal ovulyatsiya bo'lish kerak. Men aloqaga chiqdim. Ovulyatsiya mahal chiqsam, u aloqaga chiqmaydi. Keyin dedim, nimaga aloqaga chiqmayapti bu qiz dedim. Keyin kech bo'lgan aloqaga chiqdi. Ha, nima bo'ldi senga desam, bugun o'g'lim o'tgan kun edi, shunga osh qildim, boshqa qildim, gruppada edim dedi. Keyin hayron bo'ldim, qanaqa gruppangizda edingiz? Shunchalik o'zingizni sog'lig'ingizga ham zarar bo'lgan gruppa dedim. Desam, shu opa dedi, biz dedi bitta gruppamiz bor, shu tanadagi og'riqqa chidasa bo'ladi, qalbdagi og'riqqa chidab bo'lmaydi. Ayniqsa farzand dog'i odamni yeb bitiradi-da. Aytdiki, opa dedi, bitta gruppamiz bor dedi, o'sha kimni farzand o'tgan bo'lsa o'sha gruppaga qo'shiladi dedi. O'sha gruppa orqali dedi bir-birimizga dardimizga malham bo'lamiz dedi. Tayyor depressiyada bu ayolga.